Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube Doktor Ischanov kanalimiz tinglovchilari, obunachilari, mana orangizda deyarli bu vaziyat uchramaganlar yo'q. Ko'pincha tomir tortishdi yoki tomiri tortib qoldi degan vaziyatlarni ko'pchiligingiz guvohi bo'lgansiz. Ayniqsa oyoqqa mashi boldir mushaklarida. Bu xohlagan joyda, son mushagida ham yoki qo'l mushagida ham, umurtqa mushagida, orqa mushagida, bo'yin mushagida bo'lishi mumkin. Lekin ko'pincha oyoq mushagi miyadan olisda joylashgan bo'lganligi uchun eng ko'p tortilib turadigan vaziyat mana shu yerda bo'ladi-da. O'zi aslida tomir tortildi degan so'zda siz bir o'ylaysizki, mana bu simga o'xshagan nimadir tomir tortilib qoldi deb. Lekin bir tarafdan aytib qaraganda sizni tushunchangiz ham to'g'ri, ammo lekin tibbiyotda bu судорога мышц yoki spazm mышц deb mana aytaylik, mushaklar jamlanmasida mana shu mushaklar jamlanmasi qisqargan paytida biron bir a'zoni ikkinchi bo'g'imini tortadi, paylari tortadi yoki bo'shashtiradi. Mana bunaqa harakatga keltirish uchun ham mushaklar qisqarib kengayish kerak edi. Ayni mana shu o'ziga bog'liq bo'lmagan holda qisqarib qolishini spazm deb aytiladi. Xohlagan turdagi mushak torayishi yoki bujmayib qolishi neproizvoljniy o'ziga bog'liq bo'lmagan holda tortilib qolishiga aytiladi. Ana endi bugun men sizlarga nima uchun bunday sizlar aytadigan, sizlarga ko'p tanish bo'lgan bu tomir tortishi degan vaziyat, ya'ni mushaklar spazmga uchrashi nega sizda namoyon bo'ladi? Negizida qanday sabablari bor va bunga olib keluvchi qanday omillar bor? Davosi qanaqa? Uy sharoitida qanday dori-darmonlarni qabul qilishimiz kerak? Mana shular haqida o't-ibdo gapirib berishni boshladim. Demak, bu vaziyatda negizida asosiy 3 ta mexanizm yotadi-da. Misol uchun aytganda, bu mushaklarni boshqaradigan mayda-mayda tolali asab nerv tolalari tagidan. Shu joydan ma'lum bir travma olgan bo'lsa yoki shu joydan yallig'lanishga uchragan, shamollagan bo'lsa. Ko'pincha bunday holatlar kurak mushaklari tortilganda, bo'yin mushagi, qo'l mushagi tortilganda shu shamollatganligi tufayli bo'lib chiqadi. Lekin ayniqsa oyoqqa nazar tashlaydigan bo'lsa, ikkinchi mexanizm bu tanada mineral moddalar yetishmasligi, vitaminlar kamligidan darak beradi. Ayniqsa organizmda kalsiy, magniy kabi mineral moddalar, elementlar kamayib ketsa, mana shu negizi ana shu kerakli mahsulotlari kamchiligidan yuzaga chiqadi-da. Keyingi o'rinda mana shu tortilgan joyi o'zini mushagi yallig'langan bo'lsa. Bu mushak yallig'lanishi yoki tomir shamollashi bo'ladigan bo'lsa-chi, o'sha joyda qandaydir qizarish yoki og'rish, boshqa paytda tortmagan paytlarda shundoq qarasangiz yaqqol ko'zga ko'rinadigan bir ajralib turadigan belgisi bo'ladi. Chunki yallig'lanish bor joyda bir 5 ta belgidan bitta belgisi namoyon bo'lib ko'rinadi sizga. Lekin yuqorida aytib o'tgan, aytaylik, magniy yetishmasa, kaliy, kalsiy yetishmasa, ana shunday mineral moddalar, mineral shakldagi elementlar, tanaga vitaminlar yetishmasa, bu tortilgan joyda qandaydir o'zgarish belgi ko'zga ko'rinmaydi-da. Ana shu bilan bilib olsangiz bo'ladi. Qaraysiz, shundoq oyoq tortib qoldimi? Oyoq tortib qolgan joyda mushagida nimadir o'zgarish bormi? Shish-pish yo'q, qonash yo'q yoki shilinish yo'q. O'zgarish yo'q. Demak, sizda mana shu yuqorida aytilgan vitamin, minerallar yetishmayotgan ekan. Hozir shunga doktor Ischanov aytgan назначенияларni yozib olib qo'yaman-da, qo'llayman deysiz yoki tanish bilishlarga tavsiya qilasiz. Bu oyoq tomirlari tortishib qolishga qanday omillar turtki berib yoradi degan savollarni berib turibsiz. Nima sabab bo'ladi endi? Negizda tushundingiz-ku. Negizda asosiy 3 ta mexanizm desam, endi omil buni olib keladigan, misol uchun o'ta asabiylashib, ruhiy stressda yurishingiz ham shu belgini namoyon bo'lishiga turtki bo'la oladi. Bu bir. Ikkinchidan, mana shu joyingiz jarohat olsa yoki travma olsa. Aytaylik, futbolda o'ynab yuribsiz, to'p tepaman deb shu joyingizga rosa jangillatib yubordi. Bitta udarni yeb qo'ydingiz yeringizdan, mana shu joyga tegdi. U boshqa joyga tegmaslik kerak edi deb planlashtirilmagan holatda shu joyga udar yeb qo'ydingiz. Buni oqibatida ham судорога mana shu mishni spazm beradigan bo'lib vaziyat omil bo'la oladi-da. Keyingi o'rinda mushak tortilib qolishiga, bu tomir tortilib qolishiga sabab bo'ladigan omil o'ylanmagan jismoniy qaltis birdan harakat qilishingiz. Birovlar bilan ko'cha-ko'yda tadalashib, yuvalashib ketsangiz ham qizinib o'tirmaysiz-ku, hozir razminka qilib olay deb qizinib keyin tashlashib kelamiz demaysiz. Birdaniga, misol uchun, endi boshqa holatlarga ham misol keltiradigan bo'lsam,
qizimasdan turib yugurib borsangiz, qizimasdan turib birdan qandaydir harakat qilsangiz, ariqdan sakrab o'tsangiz yoki vычетчип turmush o'rtog'ingizga ushlatmasdan qochaman deb не то движение qilib yuborsangiz ham bu kutilmagan holatda mana shu tana qizimasdan turib razminka qilinmay harakatlar natijasida bo'lishi mumkin. Bunda kutilmagan holat, kutilmagan nerv impulslarga uchrab qoladida. Bu ham tomir tortishishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Keyingi o'rinda birdaniga issiqqa yoki sovuqqa mana shu joy tegsa. Misol uchun aytganda, suv havzalariga bordingiz, suvga tushdingiz, birdaniga ham qaltis harakat va muzdek suvda suzib ketyapsiz, o'rtalariga borib tortish qoladi. Ana bu lekin muammo. Ko'pincha mana shu katta odamlar suvda suzib borayotgan paytida tomir bo'yni, qo'li yoki oyog'i tortib qolishi natijasida qizinmasdan suvga tushib, ya'ni suvga terini, tanani moslashtirish kerak-da. Ozgina mana bu joyingizga suvlarni uqalab, keyin moslashib tushishingiz kerakmi? Ular tappa issiqdan keladida, issiq tana qizib turibdi, suvga summa qadiydi kalla tashiydida, o'rtasidan chiqib bir ikkita riski harakat qilib, oyoq tortadi, son-pon qo'shilib harakat qilgan sayin tortadi-da u. O'sha paytda ozgina tinch turish kerak edi, ozgina shu joyingizni qo'l bilan, barmoq bilan chimchilab olishingiz kerak yoki tilingizni uchini sal-sal tish bilan ozgina tishlab olishingiz kerak edi. Moddalar almashuv jarayoni bitta chalg'iydi-da, keyin qo'yib yuboradi. Bu o'lim xavotiridan o'sha yanada ko'proq suzishga harakat qiladimi, suv domiga tortib ketadi-da, shundan cho'kib ketadilar. Demak, shunaqa vaziyatlar bo'lmasligi uchun tanani biron bir vaziyatga moslashtirmasdan, ya'ni qizitmasdan turib, qaltis harakat qilmaslik kerak. Zo'riq mehnatda ishlash, og'ir mehnat doim qilib yurish, o'ziga e'tibor bermash, salomatlikka tiklaydigan bir ikkita lecheniyalarni olib turmaslik, tanani quvvatlovchi dori-darmonlarni iste'mol qilmasdan shu uyim-joyim, tirikchiligim deb bozorlarda tik oyoqda turib 12 soatlab ishlab, zaxda ishlab yoki ko'cha-ko'yda ishlab, og'ir jismoniy mana shunaqa tirikchilik qiladiganlar orasida ham juda ham ko'p uchrab turadi. Bu ham sabab bo'ladi. Keyingi o'rinda jismoniy sportni nagruzka bilan ishlash. Noto'g'ri sport qilish va tanani zo'riqtirib sport bilan shug'ullanish. Bu ham mana shu mushishni spazmga olib keladi. Yana sabablaridan bo'ladi bir toliqib yashashda. Tirikchilik qilaman deb uyga u narsa shu xurjinni to'ldirib kelaman deb kunlab miriqib uxlamaslik, bir yotib, dam olib, soya salqinda qovun tarvuzi kesib, bir soatlab dam oladigan vaziyatlar bo'ladi. Oyda 1-2 kun mana shunaqa odam degan o'ziga moyobka berib turish kerak edi. Mana shuni qilmay qo'yganlar, o'ziga bir orom bermay qo'yganlar, toliqib yashaydiganlarda ham shunaqa vaziyat bo'ladi. O'zini toliqtirib qo'yib, doim shu o'tirib ishlash, yozuvchi ko'pincha o'qituvchilar orasida bo'ladi. Notariuslar deysizmi yoki shu organ xodimlari, bular ham baribir oilasi bor, bola chaqasi bor-ku, lekin sog'liq o'zingga eng muhimi kerak edi, sog'liqqa yetadigani yo'q. Tomir tortishiga sabab bo'ladigan vitamin minerallar tanadan yo'qolib ketishiga, kamayib ketishiga krayniy omil bo'ladigan ko'k choy, qora choy, achchiq choy ichish. Ovqat bilan ichasiz, ovqatga yaqin ichasiz. Bu organizmdagi boshqa mahsulotlarni ko'k choy ham, qora choy ham achchiq ichilsa, ko'p ichilsa, shu yegan boshqa mahsulotlarni atrofdagi, uni yonidagi mahsulotlar, aytaylik, meva-cheva, sabzavot, go'sht, qurt-qumir chiqadi bormi? Hali ham Yaponiyada, Koreyada yashamaymiz, shunaqa narsalarni yeydik. Xullas, mana shunaqa yeydigan boshqa mahsulotlaringiz sifatini, ichidagi energiya manbai bo'lmish minerallar, vitaminlarini ko'k choy bilan qora choy kamaytirib yuboradi. Ana shuni natijasida, achchiq choy ichish natijasida kelib chiqdi deymiz. Bu ham magniy, kalsiy va boshqa mineral moddalarni mushaklarda kamayib qolishiga achchiq choylar sabab bo'ladi. Keyingi o'rinda zararli odatlar. Ichuvchi, chekuvchilar organizmida-chi yoki shu tortib turadiganlar organizmida. Zaharli modda shu zararli odatining moddasi oshib ketsa organizmda o'sha tomir tortishlar boshlanadi. Bilaveringki, shu narsalarni yoki kategorik tashlab olish kerak yoki u traynoy, dvoynoy kamaytiradigan vaqt keldi zararli odatni. Shu ichmaslik kerak, chekmaslik kerak, iloji boricha sog'lom turmush tarziga qattiq amal qilish kerak-da. Bu sog'liqni bir yo'qotsangiz yomon qilib qo'yadi-da, sizni yomon qilib qo'yadi. Shunday vaziyat bo'ldi. Oxirgi kunlarda tomir tortishlari ko'p uchrab turibdi. Mushaklar shu spazmga uchrab turibdi. Doktor Ishchanov, ayting endi davo choralarini desangiz, birinchi navbatda yuqoridagi sabab omillarni yo'qoting. Bir nevrologga yoki oilaviy shifokoringizga borib uchrashib ko'rikdan o'tib oling. Keyingi o'rinda hammasi joyida bo'ladigan bo'lsa, jiddiy kasallik aniqlanmasa, ozma aytadigan ishlarni bir qator qilib yuborasiz. Aytaylik, bunday vaziyatlarda molni, qo'yi tuyoqlarini xilqib pishirib, mana shu suyak bo'g'imlarida joylashib turadigan yumshoq etlar bo'ladi-ku, go'sht yonida joylashib turadigan shu. Ana shularni yaxshilab bir to'yib,
iliq holatda, yozda misol uchun salqin holatda yesa ham bo'ladi. Maza qilib shu tabiiy mol tuyoqlari go'shtlarini, shu oyoqlarini, o'zini etlarini yaxshilab yeyishingiz kerak. Bu birinchi usuli. Ikkinchi usuli shu tomir tortishi boshlandimi, biror bir joylaringizda vitamin minerallarni yaxshilash maqsadida bir voyaga yetgan bo'lsangiz, kunaro bir mahaldan orqa dumba mushagiga vitamin B kompleks degan ukolni olasiz. 5 ta ukol olasiz yetadi shuni o'zi. Keyin bu ukollar tugagandan keyin bir 10 ta kalsiy tabletkani yaxshisidan dorixonadan olib kelasizda, kunaro ovqatdan keyin to'q qonga bitta o'sha kalsiy tabletkasini ham ichib 10 kun kalsiy bilan ham tanani boyitib olasiz. Bu oraliqda shu birinchi lecheniani boshlagan kuningizdan kunaro kuniga bir tabletka vitamin C mikroelementami degan, ya'ni polivitamin C mikroelementami degan tabletkani olib, har xil nomlarda chiqadi, lekin moddasi mana shunaqa men aytganday polivitamin C mikroelementami deb yozib qo'yadi. Shuni cho'ntak ko'taradiganini olasizda, kunaro yoki kuniga bir mahal bir tabletkadan uni ham ovqat orasida yoki ovqatdan keyin ichib olasiz 1 oy davomida. Tabiiy mahsulotlardan ko'proq mayiz, pista, bodom, yong'oqlarni ayamay jang'illatib yeyishingiz kerak. Tushundingizmi? Bu narsalarni men aytmasam ham уже yeb yurishingiz kerak. Oxirgi paytlarda shu tomir tortishlar kuchli bo'ladigan bo'lsa, oilaviy vrachingizdan bir ruxsat olasiz-da, kapelnitsa kunduzgi poliklinikalarga borib 25% sulfat magniy degan preparat bor, ukol. O'shandan 2-3 ml-ni 500 ml fizrastvorga tomchilik shaklda aralashtirib, osmoqli qilib, kuniga bittadan atiga bir 2 ta yoki 3 ta osmoqli olib borsangiz bo'ladi. Uning tarkibida magniysi bor. Infuziya shaklida, ya'ni somirdan ukol bo'lib kiradigan bo'lsa, ham o'sha 500 ml suyuqligi qoningizni suyultiradi, ham ichiga qo'shgan sulfat magniysi mana shu spazmga uchragan joylarni spazmga uchrashini oldini olib davolashga yordam beradi. Yoki magniy tabletkasini o'zini ichsangiz ham bo'ladi. Magniy haqida alohida tushuncha berganman, kalsiy haqida. O'sha kalsiyni ichib yurgan paytlaringizda iloji bo'lsa shu Vigantol yoki Aquaditrim yoki vitamin D3 degan tomchilik instruksiyasini o'qib ichib olsangiz bo'ladi. Bu haqida ham informatsiyalar berganman, ya'ni qo'llanmalarini aytganman YouTube'ga. Xohlagan ma'lumotni Kulchoy kal so'zi bilan Ischanov so'zini qo'shimcha yozib qidiruv bosadigan bo'lsangiz, chiqarib beradi ma'lumotlarni, ko'rib olasiz. Bir lecheniani boshlab o'rganishdan keyin tugay deb qolganlarida ichiga vitamin qo'shtirib, vitamin C qo'shtirib yoki vitamin B12 qo'shtirib bir qon tarkibini hamda qon tomirlari devorlarini mustahkamligini yaxshilash maqsadida vitaminli kapelnitsalarni ham olib turishingiz kerak. Bular haqida ham alohida ba'zi ma'lumot berganman, ularni ham ko'rib chiqing. Endi tabiiy usullardan qon aylanishini yaxshilayman deydiganlaringiz bo'lsa, shu velotrenajyorni uyda begoviy doroshkalarni qo'yib, maza qilib yugurib, terlab mashqlarni qilishingiz kerak. Zil qo'ydirsangiz ham bo'ladi. Har 2 oydan, 3 oydan o'sha tomir tortadigan joylaringizga bitta, 2 ta zulk qo'ydirib tursangiz, ancha u ham samara beradi. Bundan tashqari shu mahalliy tomir tortishadigan joylaringizga olivka yog'ini yoki ablipix yog'ini surdirib, kampirlashib o'tirib, erkak bo'lsangiz ayolingizga masaj qildirib, ayol bo'lsangiz erkagingizga masaj qildirib, shu protivоположный qo'lni masaji zo'r chiqadi-da, yog'i o'sha joyga surdirib, ha? Masajlar tepaga chiqib ketmasin, lekin bolalar uxlasin. Shunday deganda o'sha joyga lampalarni qaratib, issiq baklashga qo'yib yoki issiq grelkalarni qo'yib, chiroyli uqalab, har kuni uxlashdan oldin bir orom berib, iloji bo'lsa yallig'lanishga qarshi tarkibida ilon zahri bo'lgan protivovоспалительный aptechniy preparat kremlar bor, gellar bor, shularni ham surib, bir chiroyli bir o'zingizga o'xot qilib yuradigan bo'lsangiz, joy-joyiga tushib ketadi. Men nima dedingiz? Bugungi ma'lumotni bir tushunib ola oldingizmi? Yaxshilab nechta qo'ying sizlarga. Bugungi darsimizni o'zlashtirganingizga o'zingizga nechta baho qo'yasiz? Xuddi maktabda oladigan baholardek o'zingizga nechta qo'ydingiz bugungi darsni o'zlashtirganingizga? Mayli. Bugungi mavzu sizlarga ma'qul keldimi? Yoqqan bo'lsa, men xursandman. Keyingi lavhalarda ko'rishguncha ko'cha-ko'yda bu kishilar bilan tartishib, talashib, urushib yurmang. Semirib ketmang. Пока, xayr, удачи. Tushunmaganlarga eslatib yuboraman, so'raganlar bor. YouTube Dr. Ischanov kanalimizda chiqqan video lavhalarni vaqtida ko'rish uchun oldiniga kanalga podpisatsiya tugmasini bosib, "Вы подписаны" degan yozuv chiqadi. Bu obuna bo'ldingiz degani. Endi qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib, uni "Все" degan joyiga ko'tarib qo'yasiz. Endi har safar yangi video sizga xabar bo'lib boradi va videoni reklamasiz ko'radigan bo'lasiz. Ijtimoiy tarmoqlarda va internet olamida mashhur bo'lgan Dr. Ischanov. Ijtimoiy tarmoqlarda Dr. Ischanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori. Tarmoqlar orqali sizlarga juda yaxshi tanish bo'lgan Dr. Ischanov bilan Ischanov degan doktor. Ijtimoiy tarmoqlarda Dr. Ischanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori